Toqloqning qo'zi 17 qilyapti ekan, erkak qo'zi. 2900 so'm qilyapti uni. Qariroq qo'y ekan, vaqtga. 3 dan 9,5 qilyapti monodan tashqari. Qo'ylar ham vaqtga. 19 dan qilyapti ekan. Pashimidi? Pashidi? Pashimidi ekan. 19 dan baralg'achi. Tursun qo'ylari, katta-katta qo'ylar ekan. 2000 dan qilyapti ekan. Qancha bu? Mana 31, 2,5 mana shunday qilyapti ekan. Erkak qo'zlar. Va narchikadagini 31 qildi. Dan qilyapti? 2000 dan deb turibdi mana. Hammasi erkak ekan. Mana 3000 dan deb turibdi, arzon bo'lar ekan. Satan qo'zlar ekan bular. Ha, 2,5 dan bersa ham zo'r. 3000 dan deb turibdi. Olay uni ishda. 1300 dan deyaptim. Chorvoq. Yaxshi qo'zlar ekan mana shular. 1300 dan. Ertadan kechgacha bironta narsa. Mana 14, 15, 16 deyapti mana shu qo'zlar mana. Bu vaqtning qo'zlari. Echkini qancha qildi? Eskini 13 dan 26 qildi. 13 dan 26 qildi. 7000 qilyapti ekan. Erkak. 5300 so'm deyapti, urg'ach buzov. Bu vaqtniki. Bir gap aytaymi? Eti ham yaxshi. 5300 so'm. Qo'chqorni qancha qildi? 4,5 ming qo'chqorni. Qo'chqor ham vaqtniki. Erkagi yashaydi. Buni 11 qilayotgan ikkitani. Mamnunqa boradi. Ikkovi urg'achi. Satan buzovlar ekan. 5,5 dan bo'lyapti. Bu ham vaqtniki. Zo'r buzovlar vaqti chiqyapti. Ko'p. Mana 6500 qilyapti ekan. Urg'achi kalcha ekan, zo'r ekan. Bu ham vaqtniki. Bozorning oldi mol mana shu ekan mana. Kim olgan bo'lsa buni qancha qildi ekan buni. Bu qancha bo'lib mana shu buzuvchi? Shu 4000 atrofida mana shu buzuv. Eng past mol mana shu erkak 4000 atrofida chamasi. 9000 qilyapti buni. Gap zo'r buzuv. 6300 deyapti mana bu. Urg'achdan ha. 11000 qilibdi mana. 11000 so'm. Deydi. 13000 so'm deyapti mana. Katta navos. Savdo qilgan. Savdo qilgan ekan 13 berilmagan. 13 berilmagan ekan. 3 tane 30 ming qilyapti ekan mana. Qo'shqa bor. Bar erkak. Bu kal bor mana. Bu ham erkak. Shved. 30 ming rassom. 30 mingga baraka bo'ldi mana shu ishda. Hal sotildi. 30 ming so'm. 6500 so'm mana. Chotish ekan. Belgolovga chotish. Qozoqning parodasi chotish ekan. 6500 so'm. Shoh ham shoh ekan deyishgan. 13000 so'm deyapti siyirda. Qariroq siyir ekanda, lekin katta siyir ekan. Naqdi belgilovlar ham bor ekan. Mana ikkita munojin 31 qilyapti ekan 15 dan. Kechirasiz. 3000 yo'q 31000 so'm. 17,5 ming so'm yana bo'lasi. Buzov yaxshi ekan. O'n 17,5 kim oladigan bo'lsa?
Nomeringiz nechi nomeringiz? Telefon nomer. 21 ming so'm deyapti. Bunisi katta ekan mana. Buzovi zo'r ekan buzovi. Bolasi erkak ekan. Aka Nuriddindiki mana. Kim oladigan bo'lsa 21 ming so'm. Suti nechta suti? 8 ta. 8 ta suti bor ekan, suti oqib yotdi. Shavkatjon buni qizga olib boring. Zo'r buzovchi 10 ming so'm deyapti. Umidning buzovi mana sementalning bolasi. Otasi ham semental bo'lgan ekan. 11 ming so'm qilyapti. Kim og'ich bo'lsa olib qolsin mana. Katta satang buzovi ekan, g'ashib buzovi. 15 ming so'm deyapti. Ikkitani. Bitta mana olsa, bitta narg'isi. Bu ham vaqtga mana oldi buzovlar. 15 ming so'm.